Ustoz kecha Surxondaryodan chiqqan ekan, mana bugun yetib kelibdi. Cobalt mashinamiz. Yana Cobalt. Oo, qanday bo'ldi taassurotlar? Yaxshi yetib keldingizmi? Bu haqida bir ma'lumot berib keting qani. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana 2020-yilda ishlab chiqarilgan 183 ming yurgan Cobalt avtomashinasini Surxondaryo viloyatidan oldik. Shimol tush tomonidan hadovoychaslarni o'sha yerda remont qilib, vilka sharoylarni qo'yib, stabilizator tegalagich sinib ketgan ekan. Xudo xolasa shuni moslab keldik. Chunki sabab haydab kelmasak ham bo'lardi, ortib kelsak ham bo'lardi, lekin 3 million so'm so'ravardi. Shuni evaziga ozroq foydamizdan ancha ketib qolar ekan. Shuning evaziga biz mashinani razvalini to'g'rilab, hadovoyini to'g'rilab haydab keldik. Bu mashinamiz vaqtsiz o'tirmaymiz. Shu holatida 60 million so'mga oldik. General davrnisi mashinani kelishi mana bu hadovoychaslar bilan 62 million, dokumentlar bilan 64 millionga past tushib turibdi bizga. Shunaqa DTP bo'lgan mashinalar O'zbekiston bo'ylab qattiq urilgan, yonib ketgan mashinalar O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. To'g'ri $100 hadiyamiz bor. Siz Jalolovda servis kanalini kuzatyapsiz. Mashinani holatini ko'ryapsiz. Narx haqida kommentariyada fikrlanishni kutib qolamiz.